Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulilloh thumma amma ba'd. Savol berdilar. Yel chiqqanda ovozi chiqmagunicha yoki hidini sezmagunicha namozdan chiqmasin degan ma'noda hadis bor ekan. Mana shuni ma'nosini tushuntirib bersangiz. Qanday bu hadisning ma'nosi nima deb aytibdilar. Bu hadisning ma'nosi bir sahobiy keladida, "Ey Rasululloh, men shu yel chiqib ketishligi haqida shubha qilaman." Bu hadisning umumiy ma'nosini aytyapman. Shu yel chiqib ketganligi haqida shak shubha qilaman. Nima qilishim kerak deganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar mana shunday shubha kelib qoladigan bo'lsa, yoki ovozni eshitmaguningcha yoki hidini sezmaguningcha namozingdan chiqmagin, ya'ni tahorating buzilmaydi degan ma'noda tushuntiradilar. Bu hadisning ma'nosi shundayki, inson ibodatini aniq narsa ustiga qurishi kerak. Ibodatlar shubha ustiga qurilmaydi. Inson tahorat qilgan paytda tahorati borligini aniq biladi va namozga kirayotib aniq tahorat ustida kirganligini biladi. So'ng bu tahorati shubha kelib qoldiki, qorni ishgan yoki boshqa bir sabab bilan yel kelish kelmasligi haqida, ya'ni shu yel keldimikin, yel chiqib ketganga o'xshaydi, tuyuladi va bu inson shubha qilib qoladi. Demak, bu yerda aniq bilgan narsasi tahorati bor. Tahorat buzilmasligida shubha qilib qoldi. Shu o'rinda biz nima qilamiz? Shariat buyuradiki, inson aniq bilgan narsasi ustida to'xtaydi, to tahorati chiqib ketganligini aniq bilmagunicha. Demak, yel chiqib ketmaganligiga shubha qiladigan bo'lsa, aniq ovozini eshitmagunicha va aniq bir hidini sezmagunicha bu inson tahorati buzilmagan bo'ladida namozda davom etadi. Mana bu vojib bo'ladi. Shubha bilan tahoratni buzishlik joiz emas. Bu hadisga boshqa barcha holatlar ham qiyos qilinadi. Ya'ni bir inson tahoratim ketib qoldimikin yoki ketib qolmadimikin degan shubha qilgan paytda tahorati ketmaganligida to'xtaydi. Garchi haqiqatda voqelikda ketib qolgan bo'lsa ham shubha ustiga ibodat qurilmaydi. Aniq tahorati borligini bilgan bo'lsa, shubha kelgan paytda tahoratim bor deb e'tiqod qiladi. Aniq tahoratini ketgan bo'lsa, ya'ni masalan bu misol keltiraman, bir inson tahorat qildida, so'ng bir necha vaqt, ozgina vaqtdan keyin tahoratim buzildimi shu paytgacha yoki buzilmadimi degan narsada turadigan bo'lsa, tahorat qilganligi aniq esida, buzilganligi esida emas. Demak, tahoratim bor deb e'tiqod qiladi. Yoki buni teskarisi, bir inson tahoratini buzilganligini aniq biladi. Hojatxonaga kirib chiqqan, so'ng tahorat qildimmi yoki qilmadimmi degan shubhada bo'ladigan bo'lsa, tahorati yo'q degan e'tiqod qiladi. Chunki tahoratini buzganligini aniq biladi, hojatxonaga kirgan, so'ng tahorat qilgan-qilmaganligi shubha bo'lib qoldi. Aniq narsaga qaytadida, tahoratim yo'q deb e'tiqod qiladi va tahorat qiladi. Garchi haqiqatan voqelikda tahorat qilgan bo'lsa ham, ya'ni bu tahorat qilgani esdan chiqib qolgan bo'lsa ham, bu shubhalanib qoldimi, aniq narsaga qaytadida xotirjam bo'lishligi uchun inson tahorat qilib so'ng namoz o'qiydi. Bu hadisning ma'nosi mana shunday edi, vallohu a'lam.